Assalomu alaykum azizlar, mana Murodjon. Assalomu Mana alaykum. shu ranchani xo'jayini, mana fermer. Mana shu Toshkentdan kelib, shu yerda mana 10 yildan oshiqroq faoliyat yuritib, shu narsalarga erishibdi. Alloh rozi bo'lsin. Mana shuni ko'rib havas qilish kerak, niyat qilish kerak. Mana shu yigitning yashash sharoitini qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana 70 ga yaqin oti bor. Asosiy mehnati otchilik bilan shug'ullanish. Paygaga ishlatiladigan mana chopadigan toylar yetishtirib beradi. Mana qarang. Qashqadaryoda bizlarda bir rahmatli opamiz bor edi. O'shani bir gaplari bor. Ot bilan shug'ullangan insonga albatta yetkazing. Ot toy dunyoga keltirgan paytda ko'z quloq bo'lib qarab turib, toyning og'zidan bir bo'lak yet tushar ekan. O'sha yetni olib qo'yish kerak. Toy onasini ichida yotganda o'sha yetni so'rib yashaydi ekan. Qoyilman. Mashallah. Mana otlarni ko'ryapsizlar. Yana ham sizga yoqdim, mana toy, angliskiy toylar. Mana bular auksionda Turkiyada, Adanada sotuvga qo'yiladi. Tan berish kerak. Bu bir bo'lagi. Hali ikkinchi bo'lak otga ham o'tamiz. Maşallah mana. Murodjon fermerning mana turmush o'rtog'i Ronaxon qizimiz, umridan baraka topsin. Mana shular kechaga ulamasdan shu mehnatlarni mana yuzaga chiqarishga mehnat qilgan insonlar bugun rohatini ko'rishyapti. Baraka topsin. Yezagul. Yugur. Maşallah. Homilador bo'lgan paytda otni tug'adigan xonasini ko'ringlar. Shunaqa tagi xashak taylar. Qarang, ayg'irni saqlaydigan joyda qarang. Qoyil qolish kerak. Mana shu ot toyni dunyoga keltirgandan keyin mana bunaqa ayg'ir. Mana shu ayg'irdan o'tgan toylar. Haqiqiy ot mana shu. Mana qarang. Haqiqiy ayg'ir. Maşallah, gap yo'q. Mana 70 ta otni egasi bo'lgan ayg'ir mana shu bo'ladi. Shuning avlodlari o'sha toylar. Angliyaskiy paroda ot mana. Haqiqiy ayg'ir. Tan berish kerak. Otga gap yo'q. Mashallah. O'zim ko'rsatyapman. Mana samolyot uchib kelyapti. Mana do'stlar, ko'rib kerak. Mana ayg'ir ana shunaqa ot bo'ladi. Qoyil qolish kerak. Mashallah, tabarakallah. Do'stlarim, biz Amerikadan kelib mana shu Turkiyadagi mana shunaqa Murodjon fermerning haqiqiy Turkiya ranchasidagi yashash tarzini ko'rib, tan bermasdan iloj yo'q. Qoyil qoldim. O'zbegimning o'g'lani shunaqa sharoitda qilibdimi? Qolganlarga ham nasib qilsin, amin. Niyat qiling, havas qiling, albatta erishasiz. Qoyilman. Yomon odamlar ham aqlli bo'ladi. Qarang, bizga yaqinlashmay qochyapti. Bizning begonaligimizni bilib, Murod akalarga qarang ko'nishini, bir silatib o'zini yana. Mana haqiqiy ot ustasi shunaqa bo'ladi. Toychoqligidan shu otni tarbiyalab voyaga yetkazgan ot egasi ana shu Murodjon bo'ladi. Buni egallashning o'zi bo'lmaydi dedi.
Maşallah. Ana ot, mana ot. Ana. Qayır qarish kerak. Ayg'irot ekan Shahnoz. Bitta o'zini addini joyda. Bizga o'zim ko'z. Ana. Ot bilan otni tarbiyalaydigan odam o'rtasida muhabbat borsizagina ot o'sha insonga bo'ysunadi. 70 ta. 70 ta bolasi. 150 ga. Mana. Nimaga somon soladi desam, ot homilador bo'lgan paytda mana shunday xonada toychoqni dunyoga keltiradi. Qoyilman. Mana do'stlar, otchilik haqida ham fikrga mana ot toychoqni dunyoga keltirgandan keyin mana bunaqa formada tagi tozalanar ekan. Maşallah. Bu otning ismi kim David deb nom qo'yilgan ekan. Qora ayg'ir, qoshqa ayg'ir deyiladi. Haqiqatan ham ayg'irmisa ayg'irjon ekan. Angliyska paroda ekan. Bunaqa otlarni juda kamdan kam holatda yonidan turib kuzatish mumkin. Maşallah. Ana haqiqiy otchilikni yo'lga qo'ygan odamni yashash tarzi menga yoqadi. Mana qarang. Ona ot qanday, toychag'i qanday? Otasiga tortgan qoshqa bari. Chiroyli. Gap yo'q. Poychalarning uzunligini qarang. Taygaga qo'yiladigan otlar mana shunaqa bo'ladi. Mana Turkiyaliklar havas qilsa arziydigan, aylansa arziydigan to'yxonasi mana shu. Bunday sharoitni qarang, gap bo'lish mumkin emas. Mana 300 kishi joy bo'ladigan, o'yin kulgi qilsa arziydigan to'yxona mana shu. Qoyil qarish kerak. Mana do'stlar, shunaqa joyda kim yashashni istaydi? Hamma. Bunday sharoitni yuzaga keltirish uchun nima qilish kerak? Mehnat qilish kerak. O'sha mahalliy xalq bilan birikib ketish kerak. Mahalliy xalqning tilini, dinini, hatta harakati, urf-odatini bilish kerak. Mana shuni o'zlashtirgan yigit Murodjon bo'ladi. Umridan baraka topsin. Mana shunday stolda o'tirib choy ichganingda mana shunaqa ot haykalchalarining yonida turganingda nimani his qilasan? Uning gashti boshqacha. Gap bo'lishi mumkin. Mana paygacha ot. Haqiqiy o'zbek dunyoga keltirgan, bunyod qilgan rancha. Qoyil qarish kerak. Mana qarang, mana otlarning haykalchalarini qarang. Har bir stolga, har bir muxlisning oldiga qo'yiladi. Qoyil qarish kerak. Mana bu tomondan ham kirib kelinadi. Mana shu go'zalligi bilan odamlarni o'ziga rom qilgan joy. Maşallah, tabarakallah.
Ana shunaqa do'stlarim. Hammalaringizga mana shunaqa ajoyib kayfiyat hech kimni tark etmaydi. Mana shunda Xudo xolasa bozor kuni to'y bor ekan, bu to'yda ham sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizni kuzatingizlar. Bizlar mana shu atayin mana shunday bir go'zal joylarni, mana shunday bir ajoyib bir joylarni tomosha qildirishga, mehmon qilishga taklif qilgan shu Murodjon ukamiz, Farruh Haydar ukamizga rahmat. Mana shularni amakilar tashabbusi bilan mana shu yerga keldik. 22 kun davomida mana shu yerdagi har bir holatni, har bir lahzani sizlarga ko'rsatib boramiz. Bizga juda ham yoqdi. Mana juda ham go'zal. To'yga o'xshaydigan, haqiqatan ham 300 kishiga moslashtirilgan joy ekan. Mana nevaralarimiz, farzandlarimiz, mana kelinlarimiz bilan kelganmiz. Bizda aynan Murodjon shaxsan taklif qilgan. Umridan baraka topsin. Mana qizim, kelinim, nevaram Toshkentdan, biz Amerikadan kelib, mana shu Turkiyaning Izmit shahrida mana shunaqangi bir rancha ajoyib o'zbeklarimiz bunyod qilgan. Shunaqa bir ko'rkam, ochchilikni eng yuqori darajasiga chiqargan o'zbegim o'g'lon Murodjonning ranchasidamiz. Mana biz otlarning bir qismini sizlarga ko'rsatgandik. Mana bu ikkinchi qismi otlar mana. Qarang. Mana otlarni qarang. Qoyilman. U yog'i o'rmon. To'ng'izlar, bo'rilar, kiyiklar juda ko'p ekan. Qoyil qolish kerak. Mana bu qishloq. Mashallah. Mana biz yerdan chiqadigan joy tog', mana ustidagi mehmonxona. Mana azizlar, mana ko'ryapsizlar. Mana turmush o'rtog'im yonidagi qiz Ra'noxon o'sha Murod, ya'ni Beyda turmush o'rtoqlari bo'ladi. Mana shu yerda birorta turk fuqarosiga mansub insonlar yo'q. O'zbeklar ham Turkiyada bo'lsa ham o'z o'rniga ega bo'lgan, ranchalarni bunyod qilib, dunyoga dong taradigan angliyska chapog'on otlarni yetishtiradigan o'zbeklarimiz borligini bugun guvohimiz. Ko'ringizlar, havas qilingizlar. Niyat qilingizlar, albatta sizlarga ham ijobat bo'ladi. Bizni kuzatishni davom etingizlar. Azizlar, mana qarangizlar, mana svet o'chib yonyapti. Telefelik, ya'ni o'zimizning Amirsayda elektrichka mana shu 7 kilometr ekan. Shundan o tog'ni tepasigacha antena bor joyda mehmonxona bor. Ana o'sha yerda piknik qiladigan, shashlik qiladigan, osh. Biz haqiqiy o'zbekona osh, chiroqchicha esa qozon kabobni tashkil qilib mehmondorchilikni o'sha yerda boshlaymiz ertaga Xudo xolasa. Kuzatishda davom etib boringizlar. Bizda Amerikadan, esingi davlatlaridan, Turkiya, Arabiston, Yevropa mamlakatlaridan turib kuzatadigan vatandoshlarimizga nima demoqchiman? Qayerda bo'lsalaring ham omon bo'linglar. Shunaqa o'zbegimlar o'z o'rniga ega bo'lib, shunaqa joylarni bunyod qilib, odamlarni o'ziga rom qilib tashkil qilgan ekan. Qaddingni ur o'zbegim deydigan faqat mard kerak. Biz ana o'sha so'zni aytadigan inson bo'lishimiz kerak. Qaddingni ur Murodjon. Sendan boshqalar ibrat olsin va havas qilsin. Mana shomga chaqiryapti. Maşallah, tabarakallah. Mana shunday manzaralarda shomga ozon aytib chaqirishning gashti boshqacha baribir.
Yuraklaring titrab ketadi, qalblaring bo'shashib ketadi. Ko'zingga o'zing bilmagan holda yosh keladi. Buni quvonch yoshlari, Allohga bo'lgan muhabbat yoshlari deb qabul qilasizlar. Parvardigor olam Allohim, shunday boylikni beribsan, shunday boylik yonida mana shunaqa masjiddan azon ovozlari jaranglab, qalblarga larza beruvchi, qalblarni yumshatuvchi, Allohga bo'lgan muhabbat kuchaytiruvchi bir ohang ila har kuni bomdod, peshin, asr, shom, xufton namozlariga azon aytib chaqirganga nima yetsin? Hamma narsa Allohniki. Alloh o'zi beradi, o'zi oladi. Alloh uchun mana shunday masjidlarga chorlovlar bo'lganda albatta e'tiborli bo'lingizlar. Hammasi Allohdan. Shunday Murodjon ukamizga shunaqa imkoniyatlar, shunaqa sharoitlar Alloh yaratibdi. Umridan baraka topsin. Bizlarga ham nasib qilsin shunday ranjalar. Shunaqa ajoyib o'rmon tagida hayotni tashkil etish har kimdan qo'ldan kelmaydi. Lekin shu yigit o'zbek o'g'lani ekan, umridan baraka topsin. Shu yigit erishgan yutuqlarga bizlar ham yetishaylik. Parvardigor olam Allohim, faqat biz o'zingga va o'zingga bo'lgana inonamiz va o'zingga iymon keltiramiz. Bizni ham ikki dunyo saodatiga musharraf qilgan Allohga bo'lgan muhabbatimiz sabab o'zing bizni qo'llab-quvvatlagan. Bizni kuzatayotgan insonlarga ham iqbol, baxt, omad bergin. Shunaqa imkoniyatlar, sharoitlar yaratib, insonlarni xushnud qilib, qalbiga dilxushlik baxsh etib yurishda Allohim o'zing ularga madadkor bo'l. Amin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bizni kuzatishni davom eting.